Assalomu alaykum qadrli futbol ahli, O'zbekiston ahli. Nihoyat shu kunlarga yetib keldik. Mundial oldi, jahon chempionati oldi. O'zbekiston milliy terma jamoamizning muhim uchrashuvini, jahon chempionatidan oldin o'tkazayotgan tayyorgarlik o'yinini jonli efirda Zo'r TV telekanalida aynan o'yin bo'layotgan stadiondan sharhlab boryapmiz. Bunisi o'zi xuddi futbolchilarimiz mundialga ilk bora chiqqanlari kabi futbol mediasida ham, sharhlovchilik sohasida ham eng katta yutuqlardan biri va debyut. Davron Fayziyev, Kamina Xayrullo Hamidov bugun sizga 2 soat davomida mana bu mashhur futbolchi, o'tmishdagi mashhur futbolchi va murabbiy Komunning boshchiligidagi Niderlandiya terma jamoasiga qarshi o'yinimizni sharhlab boramiz. Assalomu alaykum, xayrli kech barchaga. New Yorkda Ekan stadiumda mana bunday darajadagi yulduzlar Virgil van Dijk so'nggi yillarda Angliya Premier Ligasining eng kuchli himoyachilaridan biri va kelajakda Angliya Premier Ligasini nasib qilsa eng kuchli himoyachisi Abduqodir Husanovga qarshi. Haqiqatan ham hamkasbim aytib o'tganlaridek, O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritishi va ushbu turnir oldidan dunyoning eng kuchli terma jamoalardan biri tarixan olib qaraganda shu futboldagi o'ziga xos an'analarga start bergan mamlakat Niderlandiyaga qarshi o'ynashi bu katta voqea va mana shu voqeani bevosita stadiondan turib sharhlovchilar pozitsiyasida biz jonli efirda sharhlab borishimiz bu ham katta voqea. Televideniya olamida maydonga tushish ehtimoli bor. Keling, mana shu tarkibdan boshlaylik. Niderlandiya terma jamoasi tarkibi darvoqe o'yin boshlandi va o'ng tomonimizda oq libosda o'ynayotgan gollandlar uchrashuvni professionallarcha yondashadi. Oppa, mana bu yerda markaz. Voy, Jommoni o'tkazib yubordik va darvozabon chiqadimi? Oppa, yaxshi vaqtida chiqib keldi. Super! O'tkir bildi to'pni uzoqlashtirib yuborganini. Daniel Mallen hamda Somerville tomonidan tashkil etilgan hujum zo'r pas bergan edi. Somerville uzoqlashtirib yubordi. Eng ko'p to'p bilan o'ynayotgan futbolchi nazdimda shu paytgacha dastlabki dekadada o'tkazib yuborishdi. Gakpo, voy, pas zo'r chiqdi-yu, lekin zarbani yo'llay olmadi. Mallen. Van de Ven shekilli. Mallen ikkita epizod yuzaga keltirdi. Bittasida zo'r pas berdi, bittasida yomon zarba berdi. Hozir lekin Gakpo yaxshi, unumli pas bergan edi. Gakpoga Frenke ham zo'r pas berdi. Umuman kombinatsiya tan olish kerak. Niderlandiya bir tekisda tashkil etdi. Va rostdan ham bizning o'ng qanotimizdan ko'p yurish qilyapti. Ular uchun chap qanot. Darvozabon bilan o'ynaladi. Hisob 0-0 eslatib o'tamiz. Zo'r TVda ushbu uchrashuvni tomosha qilyapsiz. Va bo'ldi. Davron, bu futbolchilar uchun mundial oldidan tayyorgarlik-ku, baribir hozir mundial havosini bilmaydi-ku hech kim. Kirgandan keyin nima bo'lishi bilan biz uchun ham shunaqa hozir. Baribir hayajon boshqacharoq bo'ladi deb o'ylayman. Men shunaqa hozir malenka bir hayajon bo'ladi. Imkoniyatdan qiyin bo'ladi foydalanish. Ha, u yerda o'sha rejaga tushib olish juda ham muhim jamoaga va biz ham o'sha Virgil ancha tepaga ko'tarildi, yonidagi sherigiga pas, Van de Ven chapga o'tkazdi, yana Gakpo aktivlik ko'rsatyapti, unga qarshi Sayfiyev. Gakpo sal orqaga chekindi va o'zi tepadami yo'q, pas beradi. O'tdi shu pas va kombinatsiya bu safar ochiqchasiga omad yuz o'girdi Niderlandiyadan. Reinders Tijani ochildi. Kombinatsiya bu safar ham geometrik to'g'ri tashkil etildi. Dumfries bu yozda e'lon qilindi Real Madridga o'tishi. Inter futbolchisi qarang, ochilgani pas vaqtida Reinders, mana City futbolchilari to'qnashuvi, Husanov hamda Reinders qarama-qarshiligi o'tib ketdi. Sherzod Nasrullayevning oyog'i ozgina yetmay qoldi. Ikkita vaziyatdan foydalana olishmadi. Xuddi O'zbekiston Kanada bilan kechgan uchrashuv shtabi ham diqqat bilan kuzatyapti. Va mana bunday hujumlar xavfli, ancha uzoq masofadan Tijani o'qizib ko'rdi. Yaxshiki noaniq.
yo'lak ochishdi. Lekin zarba uncha muvaffaqiyatli chiqmadi. O'zi ham xohlaganidek tepa olmadi deb o'ylaymiz. Yusupov, Shomurodov, O'runov. Ketsa o'tib ketsin edi. Cannavaro aytib o'tgandiki, o'sha 90 daqiqa bir xil tempda jamoam yugurishini xohlamayman. O'sha temp o'zgarishi, zamonaviy futbol. Shunga tayangan holda aytayapmanki, balki mana shunday chaqmoqlar bo'lar o'yinimizda. Zo'r ochildi. Birinchi o'tkazib yubordi, keyin esa ulgura olmasdan Abduqodir Husanov uslubida to'xtatishga urindi, lekin bo'lmadi. Oyoqqa tepdi. Tepganda ham xavfli o'ynabdi, lekin ostan. Samirvil o'rnidan turdi, jarohat olmadi. Gakpo tepmoqchi, jamoaning asosiy yulduzi. Hujum chizig'idagi eng asosiy futbolchi baribir va bizning darvozabonimiz ushbu to'pga hozir qarshilik ko'rsatadi. Balkim olar, seyf qilar, hayron qoldirar hammani. Saralashda ikkita seyf ko'rgandik. O'sha 1-0 Niderlandiya oldinda haqqoniy penalti tan olish kerak bo'ldi. E'tiroz yo'q. O'rozov uchun xulosa chiqarishga yaxshi epizod. Boshqa jahon chempionatida bunday xatolar qimmatga tushadi. Va aynan shu chiziq hali muhokamada deb aytib o'tildi boya. Shu pozitsiya. Yo'l-yo'laki o'tkir reaksiya ham ko'rsatishga ulguribdi. To'p qo'lini keskin ravishda pastga tushirib, lekin imkon yo'q edi qaytarish. Hop, yaxshi. Endi bu gol, lekin pozitsion hujum davom etadi. Shu joyda xato qilmaslik kerak. Xato qilmaslik kerak edi yana O'rozov. Va bu qarshi hujum shakllanib ketishiga sabab bo'ldi. Gakpo katta tez bilan ketyapti, pas beryapti, o'rtalardan kirishyapti. Zarba yo'llanadimi? Yana penaltimi? Yo'q. Hakam. To'g'ri qildi hakam. Yo'q, penalti, to'p esa bizda. Oston O'runov. Endi Varan borku shuncha hushtak chalib yubormadi. Kim edi, Husanovmidi? Pinchkina ko'rmay qo'ya qolsin var shuni. Uchun juda qulay fursat, bir marta shunday qilgan edi. Hali ham uni tushmabdi shu vaziyatni qarang. Lekin Husanov qo'pol o'ynagan ekan, ilib olgan ekan. Mana bu birinchi tegishi. Keyin o'zidan sal qo'shgan ekan. Endi ikkita penalti uchun 200% kerak deb hisobladi bir tomondan hakam. Eng qizig'i boya aynan O'rozov hamda Husanov o'rtasidagi taqqos shu masalada bo'lgan edi. Husanov o'shaga birinchisi bo'lganda hozir Husanovning vaziyatiga penalti berardi. Abbos Fayzullayev yaxshi aylantiradi odatda o'sha burchakdan, mana o'sha aylanma zarba. Endi bu tomonda aylantirishga to'g'ri keladi. Endi bo'yi bilan qiyindi urish. Uzun odamlardan yig'ilgan Gollandiya terma jamoasi. Bu tomondan majbur Abbos, chunki chap oyoqda aynan mana shunday aylantiradigan futbolchi tarkibimizda odatda kamroqda. Shu kombinatsiya qilib may qolgani kabi. Unday o'ynamanglar. Samirvil katta tezlik bilan ketyapti va darvozaga yo'llayotganda yaxshi. O'rozov o'ziga kelib oldi. Tanaffusda menimcha unga vaqt ajratgan Cannavaro. Timber mana shunday jarohat olgani bevosita biz mana bu yerda faoliyatni boshlaganimizdan keyin chiqib keldi bu xabar. Ungacha unaqa gap yo'q edi. Hattoki bor o'zi tarkibda ham. Qaydnomada u ko'rsatilgan. Demak, uzatma Renders tomonidan amalga oshiriladi va sal qoldi. Zarba yo'llashga berdik bu safar. Virgil van Dijk juda ko'p gollar urgan Liverpool tarkibida aynan mana shunday uslubda ikkinchi qavatdagi kurashda ustun kelib. Va uning gollari juda muhim bo'lib chiqqan. Bosh bilan tepgandek bo'ldi o'zi ham.
Chempionlar Sal Ligasi, ehtiyot bo'lish kerak. Chempionlar Ligasi, APL titullari Van Dijkning mana shunday aktivligi evaziga ham qo'lga Hamdamov tushdi. O'ng qanotdan joy oldi, Abbos Fayzullayev chap qanotga o'tdi. Aytgan edik bu haqda. Hozir esa Niderlandiyaning hujumi Malen yo'nalishini o'zgartirdi. Xavfli vaziyat va yana bir marta golga yaqin keldi Gollandiya va bu Gakpo. Kodi sal qoldi. Endi ora-orada Gollandiya deb yuboryapmiz, chunki yoshlikdan bu terma jamoa biz uchun Gollandiya bo'lgan. Keyin futbolga ham zo'r tushadi-da. Goldan boshlanadi-yu. Juda ko'p golga oshiq bo'lib o'ynaydigan jamoa, hujumkor, hech qachon bir himoyaviy shakllanganini ko'rmaganmiz. Undan keyingi uchrashuv ya'ni yana bir imkoniyat. Bromby. Offside. Bekor bo'ldi goling. Lekin qattiq o'ynadi. O'zi Bromby jismonan baquvvat va haligi yorib o'tish xususiyatiga ega bo'lgan futbolchi. Bromby, Brian Sunderland. Aytayapman, Niderlandiya deyarli APL terma jamoasi. Kongoga o'xshar ekanda. Balkim Kongoga ham tayyorgarlik ko'rayotgandirmiz shu bahonada. Faqat Portugaliya. Navbatdagi hujum qaytardik. O'rozov yaxshi o'ynagan edi. Ikkinchi to'lqin. Darvozabon yaxshi ulgura olmadi. Polvon. Bromby. Brian Bromby faol kirishdi o'yinga. Offside'dan gol urdi. Mana bu yerda bo'sh darvozaga to'pni to'g'rilashi mumkin edi, yetib bormadi. Atlet. Ikki futbolchi tushyapti bizda. Jamshid Iskandarov bilan Sergeyev hujum vakillari tushyapti. Ana bu reaksiya menimcha. Eldor Shomurodov Daraja muxlislik qilib tomosha qilinadi. Uzoqdan tepmoqchimi, pas ekan. Ashurmatov risk qildi, lekin boshqa iloji ham yo'q edi. Bromby ortida tayyor turgandi zarba berishga. Shu Davron Zidanni, Maradonani men haligi yoshligimda yaxshi ko'rgan, jamoalarimga qarshi ko'rganda qo'rqinchliligini ko'rganman. Ayniqsa Napoli bilan Spartak o'ynaganda o'sha yosh edik. Hamma Maradonani maqtardi, boshqa qilib bir yomon o'ynagan. Horst o'sha chempionatda nimasi bilan esda qolgan? Messidan so'kish eshitgan. Ey! Indolmaysan ham. Deb o'zimizga aytib. Qo'liga tegdi deyapti Fabio Cannavaro. Birga bir chiqib ketishi ham mumkin edi. Yaqin masofa deb qaralsa. Mana ichkarida mana yaqqol penalti. Mana VARni ko'ryapti menimcha. Kim ko'ryapti? Shu ichkarida-da VAR ko'ryapti. Hakam ushlab turibdi to'pni. Kutmoqda. O'zi ham bir ko'rsa bo'lardi-da. Ko'rsin, ichkarida bo'ldi bu voqea. 84-daqiqada juda ham zarur bizga bu penalti. Kayfiyat uchun ham zarur. Masalan, kriteriyalarni solishtirib chiqsak hamda notabiiy qo'l. Yo, bu yerda yaqqol. Mana ichkarida to'rtburchak ichida VAR ko'rish shart bo'lgan vaziyat. To'pni bizning futbolchimiz degan kriteriyalar bordi. Mayli kutamiz. Vaqtimiz bor. So'nggi daqiqalarda yaxshi bo'lardi penalti bersa. Hop, ko'radi. Ana, bu yaxshi signal. Ya'ni VARdagilar kelib ko'rsang yaxshi bo'lardi deyapti, bu yaxshi signal. Gap so'zga qolib ketasan deyishdi. Oxirgi daqiqalar yonadi agar penaltidan foydalanib qoladigan bo'lsak. Darvoza tomon hali aniq zarba bermagandik, bittada gol uramiz. Agar penalti bersa, nasib qilsa. Mana shu joyda bordi. Birinchisi ham qo'lga tegdi. Ko'krak ham emas, bo'ldi. Yopishib turgan a'zoda to'g'ri qo'li. Lekin keyingi epizodchi tashqarida deyishi ham mumkin ekanda. Birinchisini agar inobatga olsa, unda penalti emas. Lekin ikkinchisi mana bu penalti. Urib yuborganicha.
O'zi berish kerak. Ikkinchisiga olish kerak-da uning uchun. Mana bu takroriy lavhani. Juda hozir tahlil bob, ilmiy anjuman bo'lyapti. VARdagi mutaxassislar bilan birgalikda. Boya omad tilagandik sharhimizning avvalida ularning familiyasini o'qib bekorga omad tilamagandik shu joyda. Yo'q, jarima penaltimi? Emas, sababi birinchisi inobatga olinmadi, ikkinchisi inobatga olindi. Ana o'sha ikkinchisi kerak-da bizga. Penaltiga qarab ketyapmiz. Marhamat, kutib oling. Kim tepadi qiziq? Doston Hamdamov, Shukurov tepishi ham mumkin. Jamshid ham tepishi. Iskandarov tepishsa kerak deb o'ylayapman. Iskandarov to'pni olib yuribdi. Mana o'sha shu joyi. Doston yaxshi, aqlli o'ynadi shu yerda. Va endi biz so'ramadik-ku, va jarima zarbasi berdi. Zarbasi. Aytyapman, jarima zarbasi va qizil berdi. Ha, demak nuqtani ko'rsatmadi-da qo'lini. Inobatga olingan Davron. Qo'lini to'g'rilab, penalti berib qizilni bekor qilsa yaxshi edi bizga. O'sha variant yaxshi. Shu joydan bir gol urib qo'yamizmi chiroyli? Buning uchun o'sha Jamshid bor. Hammasi yotmaydimi? Otabek ham tepishi mumkin. Menimcha Iskandarov tepadi. Ajoyib imkoniyat va bu yoq gol urib oladigan bo'lsak, bu yoq g'alaba uchun ham o'ynab qo'yamiz. 88-daqiqa tugab bormoqda. Xo'p, Iskandarov tepgani baribir ma'qulroq edi, nazdimda. Yaxshi imkoniyat edi. Qolgan daqiqalarda bir o'yinchi ko'p bo'lib o'ynaymiz, balkim harakat qilishar. Mana shu birinchisi. Yoki chiziq o'zim qiziq qaror bo'ldi. Agar so'nggi umid foli deyilsa, ikkinchisi unga ko'proq o'xshadi. Birinchi qo'lga tegishi kurash payt bo'ldi. Ikkinchisi bo'ldi, chiziqdan buyoqda deb topildi chog'i. Ikkinchisini ichkarida bo'lgani ehtimoli kattaroq edi. Shunga yana bir o'yinchi ko'p bo'lib o'ynayapmiz, hujumkor futbolda kurashishga. Hatto Nido urdi demoqchiman. Katta afsayd yo'qmi? Bir-birimiz. Yana qiziq, undan keyin o'zim nima dedim deb o'yladim. Qaysi tildaligini tushunmay qoldim. O'rtada probel yo'q edi o'rtada. Xursand ham bo'lib chaqlayapmizmi? Kayfiyat ko'tarilib ketdi. Yaxshi-da Niderlandiya bilan. Durang va o'sha ruhiy tomondan sal bo'lsa, Portugaliyaga bosim qilamiz ruhiy tomondan mana. Nima bilib qo'y, qizil olsalaring yomon bo'ladi. Biz yomonmiz qizil olganlaring. Penaltidan urmaganimiz ham yaxshi bo'ldi. O'shani evaziga ham bo'ldi-da. Nima qilarki shu payti degandik, mana Cannavaro oldinga chorladi jamoasini. Endi Niderlandiya o'yinni saqlab qolmoqchi. Yanada O'zbekiston bilan durang o'ynab borishi mumkin mundialga. Hali yutqazib qo'ymasa. Biz hujumga o'tishimiz mumkin. Hali 2 daqiqadan sal kamroq vaqt bor. Balki pressing shu yerdan Igorda kuch yetarli. Biz 5 ta himoyachi bo'lib o'ynayapmiz, baribir. Xavfli-da baribir Niderlandlar bir kishi kam bo'lsa ham o'sha o'rnini to'ldiradigan darajadagi futbolchilari bor. Mana chiqyapti. Bir kam o'yinchi bo'lsa ham hududlar ochib, ikkinchi qavatda pas bo'ladi va shu joyda sal ehtiyot bo'lish kerak. Qoyillar chiziqdan olib chiqyapti Husanov. Biz ham qochib ketishimiz mumkin edi mana bu epizodda. Oxiri ochilib ketishdi jamoalar. Bermaymiz. O'rozov. Igor kurashadi. Bu yerda ham kurashamiz, lekin ushladi Gravem. Hoppa, Jamshid Iskandarov. Ochiladi bu yoqdan chap qanotda. Mana Doston, ana Igor o'ng qanotda. Sayfiyev, Jamshid ajoyib. Bog'lamda baribir birga o'ynashadi-yu. Endi yana Iskandarovga qaytar to'pni. Mazgavoy. Oxirgi hujumimiz bo'lishi mumkin 95-daqiqa. G'alaba hujumimiz bo'lishi mumkin. Jarohatmi? Doston zo'r ketdi. Ofsayd ekan, afsuski. Jarohat bo'lmasin, iltimos. Jarohat emas. Dam olish shekilli. Mana bu hujum super hujum bo'ldi. Deyarli emas, bo'sh qolgan darvoza. Husanov qutqaryapti. Abduqodir Husanov, eng qizig'i biz vahima qilyapmiz, Husanov xotirjam olib chiqqan ekan. Buncha vahima qilasizlar degan ma'noda. Oxirgacha bizni qiynadi Gakpo. Tijanini to'xtatdi.
Kim ha o'sha yerda? Abduqodir Husanov eng qizig'i to'pni qaytarishdan oldin ham to'sqinlik qilgan ekan bitta futbolchiga. Mana bu 19-raqamda tushgan futbolchiga, Brian Brobby. Sayfiyev yotibdi hali ham. Hozir Sayfiyev jaroh mana Cannavaro boshqa. Chunki o'ng qanotda o'zi shundoq ham muammo bor. Ya'ni majburan chapdan o'ngga o'tib o'ynayotgan Farruh Sayfiyev ish qilib jarohat olmasin. Mana bu gol. Ajoyib. Birinchi golimiz mundial oldi. Yaxshi niyatdagi gol. Ikkinchi qavatda Berishga ehtiyot bo'lib penalti. O yaxshi O'tkar. Mana seyv oxirida. Tanidik seni O'tkar. Ha bu o'sha o'tgan yili bizni sakrashga majbur qilgan O'tkar Yusupov. Va hozir oxirgi imkoniyat Gollandiyada, Niderlandiyada Van Dijk keladi. Qaylardandir bosh bilan Zarmatov xatoga yo'l qo'ydi raqibiga nisbatan. Shu tugayotgan o'yin vaqt tugadi-yu o'zi. Yaxshi kayfiyatda tugatayotgandik o'yinni. O'tkar oladi hozir. Qaytangi Rustam Ashurmatov qaytargan bosh bilan. Virgil tepmoqchi, Van Dijk o'zi to'pni hal qilmoqchi. Baribir burchak zarbasi Niderlandiyada xavfliligi shu epizodda o'z ifodasini topdi. Gakpoga qoldirishdi. Va bitta narsani tan olish kerak, Niderlandiya gol o'tkazishi bilan risk qilib butun jamoa oldinga tashlandi. Mana shu ham bir top jamoaning xususiyatlaridan biri. Ura olmaydi, to'g'ri. Desam, yaxshi bo'lardi-yu. Bu Gakpo bugun juda bir boshqacha yondashuv bilan chiqibdi-da. Oltin to'p olaman deyapti. Qani O'tkar oxirgi sekundlar sariq kartochka ko'rsatildi. Otabekka, menimcha Shukurovga e'tiroz bildirgani uchun chog'i. Xo'sh. Oyog'i ko'tarilib ketmadimi oxiri? Mana bu yerda hop. Yoki kimdir yugurib kirmadimi ichkariga? Xullas, gol hisoblandi 2-1. Endi bizga vaqt berarmikan ozgina bitta hujumga hech bo'lmasa? Ko'p ehtimol bermaydi, chunki vaqt o'tib bo'ldi. Burchak zarbasini ham o'tib bo'lgan edi. O'shani bermasligi kerak edi. Var ko'ryaptimi deyman. Shu vaziyatni ham bir ko'rib qo'ysa. Yo'q, lekin var ko'radigan narsa ham yo'q edi. Bo'ldi, tugadi. Bermadi hujum qilishga referi va biz 1-2 hisobida o'rtoqlik uchrashuvini boy beryapmiz Niderlandiyaga qarshi. Ikkita penalti, biz esa oxirida o'yindan to'pni darvozaga kiritishga muvaffaq bo'ldik. Ekan mayli. Dumfries bilan Otabek Shukurov munosabatlariga oydinlik kiritishyapti. Kuman bilan Cannavaro esa bular ortiqcha bir bosimsiz muhokama qilishyapti yakuniga yetgan uchrashuv. Ikkinchi bo'limda mardonavor kurashdik. O'tgan gal birinchi bo'limda vaziyatlar bo'lgan edi. Bu safar esa ikkinchi bo'limda harakat qilishdi yigitlar. Umid qilamizki, bu ikki uchrashuv tayyorgarlik o'yinlari rasmiy o'yinlarda asqotadi. Tariximizdagi ilk mundialda aynan mana shu uchrashuvlar bizga juda ham ko'p saboq bergan ekan deb eslab yuramiz. Zo'r TV telekanalida 2 soat davomida siz bilan birga bo'ldik. Jarayon davom etadi, tayyorgarlik davom etadi. Bir haftadan ko'p vaqt bor Kolumbiyaga qarshi jahon chempionatidagi ilk o'yinimizga. Va mana bu ikkita uchrashuv ancha-muncha material taqdim etdi murabbiylar shtabiga. O'ylaymizki, jamoamiz rivojlanishda davom etadi. Bugun ham yaxshi bir bitikda epizodlar bo'ldi. Ammo ishlash kerak bo'lgan vaziyatlarni ham kuzatdik. Siz ham, tomoshabinlar ham o'ylaymanki, o'zlari uchun qayd qilib qo'yishdi va mana Abduqodir Husanov bitta vaziyatda yaqqol goldan qutqardi. Eldor Shomurodovni Virgil van Dijk butun uchrashuv qo'riqladi. Virgilning o'zi top o'yin o'tkazdi, tan olish kerak va oxirgi epizodda ham uning ayb emas menimcha. Va Frenkie de Jong har doimgidek o'z darajasida o'ynadi. Foydaga xizmat qiladigan o'yin tayyorgarlikning final bosqichiga yetib keldik. Oldinda Kolumbiya.
Ushbu uchrashuvni AQShdan, Nyu-Yorkdan, ayni o'yin bo'lib o'tgan stadiondan Davron Fayziyev va Xayrulla Hamidov sharhlab borishdi. Zo'r TV telekanalida Jahon chempionati bahslarini kuzating. Biz davom etamiz. Ko'rishguncha do'stlar.